Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. 2026-yil 14-iyul birinchi smena savollar yechimini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va menga obuna bo'lib qo'shishni unutmang. Bizda dastlab birinchi misol. 6,25 dan 1,25 ni ayirsak bu 5 ga teng. Demak 6,25 ni 1,25 ga bo'lsak bu ham 5 ga teng. Endi 2 ni ayiradigan bo'lsak natijamiz 0 ga teng. Bu C javobda keltirilgan. Ikkinchi misolda kubning uchlar soni nechta deb so'ralmoqda. Buning uchun kub chizib olsak. Endi kubning uchlar sonini sanab chiqamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta va 8 ta ekan. Demak kubning uchlar soni bizda 8 taga teng ekan. Uchinchi misolimizda ushbu sonni 9 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yish kerak deb so'ralmoqda. Buning uchun ushbu sonning raqamlari yig'indisini qo'shib chiqamiz. Ya'ni 2 qo'shilgan, 4 qo'shilgan, 6 qo'shilgan, demak 0, qo'shilgan 1, qo'shilgan 3, qo'shilgan 7, 9, 5 plus yulduzcha. Demak ushbu sonlarni qo'shib chiqsak, demak 9 ga bo'linsa, yana ushbu son 9 ga bo'linadi. Natijada bu bizga 37 qo'shilgan, demak yulduzchani beradi. Bo'lingan 9. 37 dan keyin 9 ga bo'linadigan sonimiz 45. Shuning uchun 37 qo'shilgan yulduzchani 45 ga tenglaydigan bo'lsak, yulduzchaning qiymati bizga 8 ga tengligi hosil bo'ladi. Bu B javobda keltirilgan. To'rtinchi misolda sistemadan k ning qiymatini toping deb so'ralmoqda. Buning uchun x plus 2, x plus y teng 2, x plus 3y teng 6 ekanligidan sistemani ayirib ko'ramiz. Ya'ni y dan 3y ketsa minus 2y, 2 dan 6 ketsa minus 4. U yerdan y topadigan bo'lsak, y dan 2 bo'lib qoladi. Endi y ni o'rniga borib qo'ysak, ya'ni x plus 2 teng 2 ekanligidan x ning qiymati 0 ga tengligi hosil bo'ladi. X bilan y ni o'rniga borib qo'ysak, k chiqadi, ya'ni 2 ko'paygan 0 plus, demak k ko'paygan 2 teng 8. 2 ta k teng 8 ekanligidan k teng 4 ligi hosil bo'lib qoladi. Bu B javobda berilgan. Ushbu ifodani hisoblang deb so'ralmoqda. Mana bunga 3 plus ildiz ostida 7 tadan, bunga esa 3 minus ildiz ostida 7 tadan umum makhraj bersak, natijada makhrajimizda 3 minus ildiz ostida 7 ko'paygan 3 plus ildiz ostida 7 hosil bo'ladi. Suratda esa 3 plus ildiz ostida 7 ning qavs kvadrati minus 3 minus ildiz ostida 7 ning qavs kvadrati. Natijada makhrajni ko'paytiradigan bo'lsak, 9 minus 7 ni suratni kvadratga ko'tarsak, 9 plus 6 ildiz ostida 7 minus 7 kengsi minus 9 plus 6 ildiz ostida 7 minus 7 ni beradi. Mana bu plus bo'lishi kerak ekan. Demak 7 larni qisqartirib yuborsak, 9 lar qisqarib ketsa 12 ildiz ostida 7 taqsim 2. Bu bizga 6 ildiz ostida 7 ni berar ekan. Bu C javobda berilgan. 6-misolda ikkita o'zaro tub sonlarning e kubi ko'paytmasida 420 ga teng. Endi biz e kub a bilan b sonini e kub ko'paytirsak, bu bizga 420 ni beradi. Endi o'zaro tub bo'lganligi uchun e kubimiz ikkita sonni ko'paytmasi, ya'ni e kubi bizga 1 ga tengligi hosil bo'ladi. Bu yerdan demak e kubning qiymati teng bo'ladi ekan 420 ga. Endi bizdan
ushbu sonlar yig'indisini eng katta qiymatini toping deb so'ralmoqda. Eng katta qiymatini topishimiz uchun demak 1 ga 420 ni qo'shib qo'ysak yetarli ekan. Bu 421 deb beradi bu. C javobda berilgan. 7-misolda demak bizdan mana shu sonlar ichidan 3 ga qoldiqsiz bo'linadiganlar nechta deb so'ralmoqda. Bular 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 va 24 jami 8 ta sonimiz 3 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. 8-misolimiz ham demak 2025-yil DTM imtihonlarida tushgan. Bizda A sonining 36%. Buning uchun A sonining 36% topish uchun 36 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Teng deyapti 108 ning 24% ni topish uchun demak 24 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Bu yerda 100 larni qisqartirib yuborsak, A ning qiymati 108 ko'paygan 24 taqsim 36 hosil bo'ladi. 108 bilan 36 ni qisqarsak 3 tadan 3 ko'paygan 24 biz uchun 72 ga teng ekan. Bu B javobda berilgan. Aylanadagi ABCD nuqtalardan foydalanib nechta vatar o'tkazish mumkin deb so'ralmoqda. Buning uchun aylana chizib olamiz. Demak, nuqtalar A, B, C va D. Demak, nuqtalar soni 4 ta ekan. Biz quyidagi formuladan foydalanamiz. n-1 taqsim 2 natijada 4 ko'paygan 4 dan 1 ga 3 bo'lingan 2. Bu bizga 6 ekanligini beradi bu. B javobda berilgan. Ikkita sonning yig'indisi 320 ga A plus B. Ularning nisbati ya'ni A taqsim B 39 ga teng bo'lsa, ularning ayirmasini toping deb so'ralmoqda. Buning uchun bu yerdan A ni topadigan bo'lsak, bu bizga 39 ta B ga tengligi hosil bo'ladi. O'rniga borib qo'ysak, ya'ni A degani bu biz uchun 39 ta B qo'shilgan B 320 40 ta B teng 320 ligidan B teng 8 ga kelib chiqadi. A ni topadigan bo'lsak 312. Bizdan bu sonlar ayirmasini toping deyapti. 312 dan 8 ni ayirsak bu 304 ligiga kelib chiqar ekan. Chizmadagi demak H, G nur hamda o'zaro parallel A va B to'g'ri chiziqlar mos ravishda H va K nuqtalarida. Demak, kesib o'tuvchi C to'g'ri chiziq tasvirlangan. Agarda bizga deyapti A bizga perpendikulyar HG ga bo'lsa, shu nurlar bilan C to'g'ri chiziq orasidagi burchak 25 ga teng. Ma'lum X burchakning qiymatini toping deb so'ralmoqda. Endi bu yerdan mana bu biz uchun perpendikulyar ekanligidan mana buning qiymati 65 ga tengligi hosil bo'ladi. Bu 65 ekanligidan mana bu burchagimiz ham 65 ga teng. Va X burchagimiz bilan 65 burchak vertikal ekanligidan X burchakning qiymati biz uchun 65 ga tenglik kelib chiqar ekan. Bu A javobda berilgan. 12-misol rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib bo'yalgan soha yuzini toping deb so'ralmoqda. Mana bu biz uchun bo'yalgan soha. Bu tomon A ekanligidan unga qarama-qarshi tomon ham A ga teng. Endi mana bu joyni topishimiz uchun C dan ayirib tashlaymiz B ni. Bu bizga C minus B ni beradi. Endi uch burchak yuzini topishimiz uchun S ikkita katet A bilan C minus B ni ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'ysak yetarli ekan. Bu C javobda berilgan. 13-misol yo'lovchi o'zgarmas tezlik bilan 3 soat davomida 7,5 kilometr masofa bosib o'tdi. Buning uchun 1 soatda qancha masofa bosib o'tganini topib olamiz. Ya'ni 7,5 ni bo'lamiz 3 ga. Natija 2,5 kilometr. Agar shu o'zgarmas tezlikda harakatlansa 4 soatda qancha yo'l bosadi? Buning uchun 4 ni ko'paytiramiz 2,5 ga. Natija 10 kilometr
Bu C javob deb berilgan. 14-chi misolda hisoblang deb so'ralmoqda. Buning uchun 1/1 ni ko'paytiramiz. 0,3 ga bu 0,033 deb beradi. 125 ni ko'paytiramiz 8 ga bu 1000 ni beradi. Endi 0,33 ni yozsak 33 taqsim 1000 ko'paygan 1000 holatda minglarni qisqartirib ko'rsak natija 33 ga tenglik hosil bo'ladi. 15-chi misolda kubning nechta yog'i bor deb so'ralmoqda. Demak, kubning yoqlar soni biz uchun 6 ta bo'lar ekan. Bu B javob deb berilgan. 16-chi misol uzunligi 4 kilometr bo'lgan sim necha foiz kamaytirilsa, uning uzunligi 3,2 kilometrga teng bo'ladi. Buning uchun 3,2 kilometrni ayirib ko'rsak 0,8 kilometr bo'ladi. Endi 0,8 kilometrni bo'lamiz 4 kilometrga ko'paytiramiz 100% ga. Kilometrlar qisqarib ketsa, bu yerda 80% taqsim 4 natija 20% ga kelib chiqadi. 17-chi misol Aziza 1739 va 234 sonlarni qo'shish kerak edi, lekin bu sonlarni 1379 va 324 ga, demak, almashtirib qo'shish amalini bajardi. Aziza hisoblagan yig'inda dastlabki yig'inga qaraganda, demak, qanchaga farq qiladi deb so'ralmoqda. Buning uchun 1739 ga qo'shamiz 234 ni. Natijada 3, 7, demak 9 bir hosil bo'ladi. Endi 1379 ga qo'shamiz 324 ni. Bu yerda 3, 0 hosil bo'ladi, 7 va 1. Endi ikkovini ayiradigan bo'lsak, 1973 dan ayiramiz 1700 3 ni 0, 7, 2. Ya'ni 2700 ga kamaygani hosil bo'lar ekan. 18-chi misol 3 ta qiz, qizil va 2 ta oq atirgul bor. Har bir rangdan aynan bittadan tanlangan guldasta necha xil usulda tuzish mumkin deb so'ralmoqda. Buning uchun mana shu 3 ta qizil gul bilan, demak, 2 ta oq gul berilgan bo'lsa, ikkovini ko'paytirib qo'yamiz, ya'ni 3 kara 2, bu jami biz uchun 6 ta guldasta hosil qilsa bo'ladi. Aka ukaning yoshlari nisbati 3:1. Aka ukasidan 10 yosh katta. Demak, aka biz uchun 3x deb oladigan bo'lsak, ukasini x deymiz. Demak, 3x dan x ni ayirsak 10 bo'lar ekan. X'imizning qiymati 2x 10 bo'lib, x ning qiymati 5 ga tenglik hosil bo'ladi. Endi necha yildan keyin ularning yoshlari nisbati 2:1 bo'ladi. Hozircha demak akasi 15 yoshda, ukasi esa 5 yoshda. Endi 2:1 nisbatda bo'lish uchun ikkoviga ham, demak, akasiga 5 yosh qo'shsak 20 yosh bo'ladi, ukasiga 5 yosh qo'shsak 10 yosh bo'ladi va ikkovini bo'ladigan bo'lsak 2:1 nisbat hosil bo'lar ekan. Bu javob. 20-chi misolda ushbu ifodani soddalashtiring deb so'ralmoqda. Buning uchun qavs ichiga ko'paytirib chiqsak AB minus AC minus AB plus BC minus AC plus, demak, BC. Bu yerda demak AB'larni qisqartirib yuboramiz. BC ga qo'shamiz, BC ni 2 ta BC, AC ga AC ni qo'shsak minus bo'lib 2 ta AC hosil bo'lar ekan. Bu bizda ikkovidan 2 ta C ni chiqarsak B minus hosil bo'ladi. Bu C javobda keltirilgan. Demak, ushbu sonlar ayirmasi bilan ushbu sonlar ayirmasining farqini toping. Demak, 7165 dan 235 ni ayirsak 0, 3, bitta qarz beramiz, demak 9 hosil bo'ladi. Endi 7525 dan 325 ni ayiramiz. Natijada 0, 0, 2,
7 hosil bo'ladi. Endi 7200 dan ayiramiz 6930 ni. Natija 270 bo'lar ekan. Bu javobda keltirilgan. Quyidagi sonlar ichidan 3 ga karrali sonlar nechta deb so'ralmoqda. Endi bu sonlar orasida 3 ga karralilar raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lingan sonlar 12 birinchisi, 78, keyingisi 63, 18, 9, 93, 21 va 57. Demak, jami 8 ta 3 ga karrali son bor ekan. 23-misolda ushbu ko'paytmaning qiymati 50% ni toping. Demak, 12 ni ko'paytiramiz 0.75 ga. Bu biz uchun 12 ko'paygan 0.75 ni 3 taqsim 4 deydigan bo'lsak, natijamiz teng bo'lar ekan. Demak, bizga 9 ga. Buning 50% ni topishimiz uchun ushbu sonni 2 ga bo'lib qo'ysak yetarli. Bu 4,5 ga tengligi kelib chiqadi. Bu javobda keltirilgan. 24-misolda demak, 6 millionlik masshtabda geografik xarita yer yuzidagi 240 kilometrlik haqiqiy masofa necha santimetr uzunlikdagi kesma bilan tasvirlangan deb so'ralmoqda. Buning uchun dastavval 240 kilometrni santimetrga o'tkazib oladigan bo'lsak, 1000 ga ko'paytirsak metrga, 100 ga ko'paytirsak santimetrga o'tadi. Shuni bo'lamiz, demak 6 millionga. Natijada nollarni qisqartirib borsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Va 24 ni 6 ga bo'lib qo'yamiz. 24 taqsim 6. Natija 4 santimetrligiga kelib qolar ekan. Raqamlar ko'paytmasi 12 ga teng. 2 xonali sonlar nechta deb so'ralmoqda. Demak, raqamlar yig'indisi ko'paytmasi 12 ga teng sonlar bu 3 bilan 4 bo'lishi mumkin va 2 bilan 6 bo'lishi mumkin. Ya'ni 34, 43 yoki 26 yoki 62 bu bizda 4 ta ekan. Koordinatalar demak tekstligida biz o'rtada 0 tursa, mana bu joy biz uchun x, bu joy esa minus, bu y deb beradi. Shu nuqtalar orasidagi masofani top. Buning uchun 5 dan ayiramiz -5 ni. Natijada 5 qo'shilgan 5 bo'lib, bu bizga 10 ga tenglik hosil bo'ladi. 27-misol 5,5 kilogramm olmaning necha foizini ayirsak 3,3 kilogramm olma qoladi deb so'ralmoqda. Buning uchun 5,5 dan ayiramiz 3,3 ni. Bu bizga 2,2 ni berar ekan. Endi 2,2 ni bo'lamiz 5,5 ga, ko'paytiramiz faqat 100% ga. Buni bo'ladigan bo'lsak, demak bizga 220 taqsim 5,5 bu 40% ni beradi biz uchun. Javobda berilgan. 28-misol. Ushbu ifodani hisoblang deb so'ralmoqda. Demak, 7 ning 10-darajasi ko'paygan 49, 7 ning kvadratini 4-darajasi 343, 7 ning kubini 6-darajasini beradi. Natijada 7 darajasi 10 ko'paygan 7 darajasi 8 taqsim 7 darajasi 18. Endi bizda qoida bor edi, asosi bir xil bo'lib darajalar. Demak, qo'shlarni ko'paytirgan paytimiz 7 darajasi 2 ni qo'shsak 18 taqsim 7 darajasi 18 bo'ladigan bo'lsak, natija 1 ga teng. Bu javobda keltirilgan va oxirgi misolimiz ushbu ifodaning boshqa ko'rinishda, demak, tasvirlang deb berilgan. X - 2 taqsim x plus 1. Endi x - 2 ni quyidagicha yozamiz. Ya'ni x plus 1. Demak, ayiramiz 3 ni. Shunda bizga -2 ni beradi taqsim x plus 1. Endi xatma-xat bo'ladigan bo'lsak, x plus 1 taqsim x plus 1 -3 taqsim x plus 1. X plus 1 ni x plus 1 ga bo'lsak 1. 3 taqsim x plus
birligi hosil bo'larkan, bu bu ijodda keltirilgan.